Ana shu ayyomlarni qutlab, bu nur ustiga nur bo'lib turgan kunlar ekan. Men ko'nglim xush kunlarda bir she'rimni o'qib bergim kelib qoldi sizlarga. Bu tilak ayyomi do'stlar, nurli holat biz bilan. E'tibor ko'zgusimiz to'g'ri, muruvvat biz bilan. Bizki ishq xomisimiz, otash muhabbat biz bilan. Biz diyonat ahlimiz, insof diyonat biz bilan. Haqqa jon tutgan edik, bu kun adolat biz bilan. O'zini yangirtmoq mudom ko'hna olam kasbidir. Ammo goh shodlik ishi, gohi uning g'am kasbidir. Pok chiqish tun qo'ynidan qatra shabnam kasbidir. Yangilik ijod etuv oshibda olam kasbidir. Ta bu olam durrini asrashga san'at biz bilan. İşga bakar olsa deb kutmang Faridundan umid. Shohi Odildan umid qil. Farhodi Majnundan umid. Har tiniq tongdin umid, bitta tiniq tinch kundin umid. O'zini mard tutgan o'g'lidan el kutdi oldindan umid. To abad jasorat ham himoyat biz bilan. 10 ming yilgi savollarning javobi ochilib, oqsil o'lkam suvlari ko'pik hubobi ochilib, har yurakning, har aqlning xushi tobi ochilib, bu hayot jo'shsin, haqiqiy mehri tobi ochilib, chunki nur baxt istagan barcha jamoat biz bilan. Rahmat.